Assalomu alaykum o'rtoqlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Bro. AQSh, Isroil va Eron mojarolar davom etmoqda. Butun planeta, butun yer sayyorasi. Bularga nima yetmayapti? Bular nimani talashyapti? Bular nimani xohlaydi? Ularning yoshi bir joyga yetib qoldi. Donald Trump 79 yoshda. Vladimir Putin 73 yoshda. Mart kuni Eron raketasi Isroilning mudofaa tizimini muvaffaqiyatli yorib o'tib, Tel Aviv shahriga aniq zarbalar berdi. Bu haqda News Network nashri xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, bir raketa parchalari shahar atrofidagi Bnei Brak va Petah Tikva hududlariga tushgan. Al Jazeera telekanalining Isroil politsiyasiga tayanib xabar berishicha, hodisa oqibatida bir necha kishi yaralangan. Shuningdek, raketa parchalari Tel Aviv hududida moddiy zarar yetkazgani aytilgan. 28 fevral kuni AQSh va Isroil Eronga qarshi keng ko'lamli harbiy operatsiya boshlagan edi. AQSh prezidenti Donald Trump operatsiya maqsadi Amerika xalqini himoya qilish ekanligini bildirgan. Zarba davomida Eronning qator harbiy va fuqarolik obyektlari, jumladan Minnab shahridagi maktab ham nishonga olingan. Eronning yirik shaharlari, xususan Tehron ham hujumlarga uchragan. Operatsiya oqibatida Eron Islom Respublikasining oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomaniy halok bo'lgan. Va albatta siz bilan janozadan video lavhalar ko'ramiz. Javob tariqasida Eron sodiq va'da tur operatsiyasini boshlab, yaqin sharqda joylashgan AQSh harbiy bazalariga hamda Isroil shaharlariga zarbalar bermoqda. Shuningdek, Tehron Fors ko'rfazi davlatlariga ham hujum qilmoqda. Eron Qizil yarim-oy jamiyati ma'lumotlariga ko'ra, AQSh va Isroil zarbalari oqibatida mamlakat hududida kamida 555 kishi halok bo'lgan. Hurmatli o'rtoqlar, Xomanaiy o'limidan oldin nima degan? Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Aslida Oyatulloh Xomanaiy har kuni o'z ofisida edi. Xavfsizlik xizmati xodimlari bir necha bor xavfsizlik nuqtai nazaridan undan boshqa shaharga ko'chib o'tishni so'radi. Biroq oliy rahnamo buni rad etdi. U, agar 90 million eronlikni boshqa shaharga ko'chira olsangiz, men o'sha 90 million fuqarodan keyin ko'chaman deb javob berdi. Tabiiyki, bunday qilishning imkoni yo'q edi. Shundan so'ng uning xavfsizligini ta'minlash uchun maxsus bunker taklif qilishdi. U esa, agar barcha eronliklar uchun yerto'la qurib bera olsangiz, men ham o'sha 90 million fuqarodan keyin u yerga kirishga tayyorman dedi. Barcha eronliklar uchun buni amalga oshirishning imkoni bo'lmagani bois, u o'z idorasida, o'z uyida qoldi va tongga yaqin Amerika va sionistik rejim samolyotlari uning qarorgohiga hujum qildi. Natijada u o'z rafiqasi, kelini va bir necha jiyanlari bilan birga halok bo'ldi va shahidlik maqomiga erishdi. Trumpning aytishi bo'yicha, Eron yadroviy qurolga ega bo'lmasligi uchun ushbu zarbalarni amalga oshirgan. Gap bu yerda yadro haqida ketyaptimi yoki neft haqidami? Nima deb o'ylaysiz? Albatta fikringizni kommentlarda chiroyli axloq bilan yozing. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In ikki yadroviy qurolga ega davlat yadroviy inshootlarga ega bo'lish bahonasida boshqa davlatga hujum qilmoqda. Mening ham yadroviy inshootlarim bor. Nega hech kim mening oldimga kelmaydi? Agar Eron yadroviy inshootlarni portlatsa, radiatsiya O'zbekistonga yetib keladimi? Mutaxassislarga ko'ra, agar Erondagi yirik yadroviy inshootlar, masalan, Fardo yoki Natanzda portlash bo'lsa, radiatsiya xavfi nafaqat qo'shni davlatlarga, balki O'zbekistongacha yetib borishi mumkin. Havo oqimlari va shamol yo'nalishlaridan kelib chiqib, radiatsiya turli masofaga tarqalishi ehtimoli bor. Ammo bu ehtimol kuchli portlash va havoning muayyan sharoitida amalga oshadi. Agar 3-jahon urushi boshlansa, qaysi mamlakatlar xavfsiz bo'ladi? Eng xavfsiz mamlakatlar: Fiji, Tuvalu, Yangi Zelandiya, Indoneziya,
Islandiya, Argentina, Chili, Shvetsariya, Butan, Antarktida, Janubiy Afrika va Girlandiya. Shavkat Mirziyoyev Eron oliy rahbari vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Eron prezidenti Mas'ud Pezeshkinaga yo'llagan maktubida Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomaniyning vafoti munosabati bilan chuqur hamdardlik izhor etdi. Bu haqda Eronning O'zbekistondagi elchixonasi xabar berdi. Ushbu rasmlarni ko'ring. Bir tarafda tinchlik, bir tarafda esa urush. Tafakkur qiling. Eron davlat ommaviy axborot vositalari raketa uchirilishining yangi tasvirini e'lon qildi. Tramp chiqishi, 3-jahon urushi. 3-jahon urushi hech qachon hozirgidek yaqin bo'lmagan. Men rahbarligim ostida biz barcha urushlarga nuqta qo'yamiz. Men o'nlab yillar ichida urush boshlamagan birinchi prezident bo'ldim. Biz armiyamizni har qachongidan ham kuchliroq qilyapmiz va ahmoqona urushlar uchun zaiflashtirishni xohlamaymiz. Men bo'lmasam siz 3-jahon urushiga duch kelasiz. Men bu va'dani bera olaman. 3-jahon urushining oldini ola oladigan yagona prezidentman. Eron qurolli kuchlarining eng yuqori operativ shtabi mamlakat hech qachon Amerika qarshisida tiz cho'kmasligini ma'lum qildi. Eron qurolli kuchlarining eng yuqori operativ shtabi mamlakat hech qachon Amerika qarshisida tiz cho'kmasligini ma'lum qildi. Hurmatli o'rtoqlar, barcha yangiliklar bizning kanalimizda bo'ladi. Bizni kuzatib boring. Ayniqsa obuna bo'lishni unutmang. Ako yung piniplay niya, si Marabi. Kasi sabi niya kanina kay Marabi, 1/4 pa lang daw. Jonli efirda bomba kelib tushdi. Hurmatli do'stlar, ushbu videoni men YouTube kanaliga qo'ya olmayman, chunki bizga blok kelishi mumkin. Shuning uchun men ushbu videoni to'lig'ini va tindig'ini mana shu Telegram kanalimga qo'yaman. Kirib o'tib ko'rishingiz mumkin. Tehrondagi shifoxonalarga ham zarba berilgan. Hamshiralar yangi tug'ilgan chaqaloqlarni evakuatsiya qilyapti. O'rtoqlar, to'liq video Telegram kanalimda. Erondan keyin navbat Kubaga. AQSh Erondan so'ng Kubaga qarshi harbiy operatsiya boshlashi kutilmoqda. Bu haqda The Atlantis nashrining prezident ma'muriyatidagi manbasi xabar bergan. Prezident Donald Trampning navbatdagi maqsadi Kuba ekani ta'kidlangan. Erondagi urush sabab oltin keskin ko'tariladi. Dollar qadri ortadi. Neft narxi oshadi. Bu O'zbekistonda benzin va oddiygina kartoshka narxi oshadi degani. Albatta ushbu holatga ko'p odamlar o'z shaxsiy fikrini bildirib chiqdi. Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp bir necha soat oldin Amerika xalqiga video murojaat bilan chiqib, Eronga qarshi olib borilayotgan operatsiya, ya'ni urush haqida ma'lumot berdi. U o'zining 6 daqiqa davom etgan nutqida urushni oqlashga harakat qilgan turli xil bahonalardan tashqari Amerika harbiylari orasidan 3 kishi halok bo'lganligi va afsuski endilikda bu raqamlar oshish ehtimoli borligini ham eslatib o'tdi. U bugungi video murojaatida ham Oyatulloh Ali Xomaniyning o'limi haqida aytib o'tgan. Undan tashqari kuni kecha Eronga tegishli bo'lgan harbiy flotning 9 ta kemasi ham yo'q qilinganligini ta'kidlagan. Tramp o'z nutqining so'ngiga qarab Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi vakillari, harbiylari va boshqa tuzilmadagi harbiylarga va xususan Eron xalqiga murojaat qilib, Amerikaga taslim bo'lishlarini va qurollarini tashlashlarini so'ragan va shu orqali to'liq immunitet olgan holatda istalgan turdagi harbiy xurujlar va qamoq va boshqa turdagi jazolardan qutulib qolishlari mumkinligini aytgan. Avvalambor urushga qarshi bo'lgan prezident
3 Amerika askarining o'limini e'lon qilib, undan keyin yana bizda bu kabi holatlar ko'p bo'lish ehtimoli bor deyishi aqlga sig'maydigan darajada siyosiy xato. Chunki Donald Tramp birinchi va ikkinchi safar prezidentlikka saylangan vaqtida ham aynan urushlarga qarshi bo'lganligi va xususan Yaqin Sharqdagi va ayni Iroqqa kirish qanchalik katta xato, siyosiy, harbiy va aynan iqtisodiy xato bo'lganligini ta'kidlaganligi ikkala prezidentlik davrida ham unga saylovlarda yutishga katta imkon bergandi. Bu degani u nafaqat o'z va'dalarini bajarmayapti, balki aynan xuddi o'zi qoralagan, yomonlagan urushlar kabi yangi katta urushlarga kirgan holatda Amerika Qo'shma Shtatlari va fuqarolarini xavf ostiga qo'yib, farzandlarini qurbon qilishga majbur qilmoqda. Undan tashqari Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi vakillari, harbiylar va Eron xalqiga taslim bo'lishlari, qurollarini tashlashlari va hozirgi hukumatni qo'llamaslikni targ'ib qilishining asosiy sababi ayni Tramp xohlaganidek urush bir kunda yoki bir necha kunda tugamasligini tushunganidandir. Endilikda urush haftalar yoki oylarga cho'zilish ehtimoli yuqorilab borar ekan, Trampning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi obro'si, reytinglari va qo'llab-quvvatlovi tushib boraveradi. Va ayni shu haqiqatlar va Amerika Qo'shma Shtatlariga va xususan uning bazalariga va Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiylarining halok bo'lishi 2026-yildagi noyabr oyida bo'lib o'tadigan saylovlarga juda katta ta'sir qiladi va hozirdan taxmin qilishimiz mumkinki, ayni shu oraliq saylovlarida demokratlarning qo'li ustun keladi. Butun dunyoda bo'layotgan hodisalar, jarayonlar, iltimos xalqimiz uchun duo qilinglar. Qiyomat alomatlaridan ekanligini avvalroq men bir ogohlantirib aytgan edim. Bu la'natlar O'rta Osiyoni nazarga olgan, ko'z ostiga olib qo'ygan. Yo Afg'onga qaytadan urush ko'chirish rejasi bor bularni, yo O'rta Osiyoga. Yana aytmadi demanglar-da, yoshlarga aytyapman. Ertaga shunaqangi to'polon to's boshlanib ketsa, men yana chiqib olib, agar tirik bo'lsam, men nima degandim deb o'tirmaydi-da. Ular shuni reja qilyapti. 3-jahon urushini bo'sag'asda turibdi bu dunyo deb. Odamlar buni vahima, odamlarga tekshirilmagan gapni gapiryapti deb ko'p gap so'z qilishgan edi. 3-jahon urushini kichkina bir tutantirig'i boshlandi. Amerika Eronga hujum boshladi. Eron Birlashgan Arab Amirliklaridagi Amerika bazalarini uryapti. Izroilni o'ziga hujum qilyapti. Husiylar qo'shildik deyishyapti eronliklarga. Bu yerda hozir Pokiston, Hindiston va Rossiya boshqa davlatlar ham bu masalalarda o'zini gapini gapirgisi keladi. Dunyo alg'ov-dalg'ov bo'lib ketyapti. Ne zamonlarga qoldik, deydi-yu. Har ishning bir hikmati bor, har hikmatning bir sababi bor. Sabablar dunyosini eng mutlaq g'olibi Alloh subhanahu va taolo. Allohning qadaridan qochib qutulib bo'lmaydi. Allohning roziligini istagan yutqazmaydi. Allohning roziligiga qarab yuraverishimiz kerak. Yahud yutadi debdilar. Endi aka, bu narsani vaqt ko'rsatadi. Tushuning. Ba'zida hayotda shunaqa narsalar bo'ladiki, biz o'ylagandek emas, boshqacha bo'lib ketib qoladi. Qat'an bilasiz, balki Eron ham o'zinikini o'zi qilib qo'ygan, raketalarni bosib qo'ygan. 8000, 12000 kilometrgacha uchadigan raketalari bor Eronning. Eronning ham harbiy salohiyati kichkina emas, o'rtoqlar. Eron u kichkina mamlakat emas. Eron katta mamlakat. Prosta sivilizatsiyadan Amerikani uzib qo'ygan bu. Bilasizlarmi? Amerika, NATO, Eron mustaqil bo'lgandan keyin buni olib sirasi sanksiyaga tiqishgan. Ya'ni Eronni xavfli mamlakatlar ro'yxatiga kirgizib qo'yishgan. U endi mustaqil bo'ldi. Hali rivojlanishga ulgurmadi. Hali endi dunyoga eshigimni ochaman, hamma bilan o'rtoq bo'laman deb boshlagan Eronni Amerika sirasi sanksiyalar, qora ro'yxatlar balo-battar qilib o'sha paytda o'zida bo'g'gan. Va shuncha yillar davomida bo'g'ib kelgan mamlakati buni bo'g'ishiga qaramasdan yadro qurol ishlab chiqaraman deb dunyoda bir qanaqadir o'zimni kuchimni ko'rsatadigan mamlakat bo'laman men ham
Men mustaqil bo'laman degan maqsadda berayotganda boshiga urib tashlashyapti, tamom? Siz Eron tarafidamisiz yoki Amerika? Aka, men O'zbekiston tarafidaman, to'g'risini aytaman, qolgani uncha menga qiziq emas. Keyingisi menga tinchlik tarafdoriman. Tinchlik bo'lsin o'rtoqlar. Bu urushda aytayman-ku. Yutadigan bu. Gadaylar bugun kelayotgan efir qilibdi. Anaqa ChatGPTni ishlatishni o'rganib olishibdi, ana ikkita gaday bor-ku. Qaranglar. Mendan ChatGPTni ishlatishni o'rganishibdi. Buni rasmlar qilishni o'rganishibdi. Mamnaqalar qilib ChatGPTda rasm qilishni o'rganyapti, ana Komil bilan aslida gadaylar. Гадайчаlar. Открыть огонь по протестующим объект сейчас атакован. Ancha narsa bo'layotgan ekan. Bizlarni qurqib ketayotgan Breaking News'da nima 17 mingta odam ko'rib o'tiribdi. Ertaga tilla, neft, kumush, ishoninglar. Mana bugun kechasi, to'g'ri, bu ertalabga yaqin soat 4 da Jahon moliya bozori ochiladi. Moliya bozor ochilishi bilan bozorda narx-navo uchadi. To'ymas ekan dedi. Aka, Amerika to'yish imkoniyati yo'q. Amerikani 40 milliard dollar, 40 trillion dollar qarzi bor. Tasavvur qilinglar. 40 trillion qarzi bor Amerikani. U narsani qaytarmasa bo'lmaydi. Uni qaytarish kerak. Va hozirgi kunda bu nima deyapsizlar? It bilan birga bir qo'yib bersangiz, it bilan ham urushib o'radigan holatda turibdi Amerika. Kerak Amerikaga. Amerika tillani ko'tarilishi kerak Amerikaga, neftni ko'tarilishi kerak Amerikaga. Kriptovalyutalarni tushishi kerak Amerikaga. Hamma narsani to'g'rilaydi-da, tillani qimmatligida sotadi darsillatib. Kriptovalyutani arzon bo'lgan payt sotib oladi darsillatib. Neftni sotadi, aksiyalarni sotib oladi. Keyin bozorni bitta teskari aylantiradi, hamma yoni yana bitta qulab beradi. Kriptovalyuta bozorini, aksiya bozorlarini bitta yana ko'tarib beradi. Qarabsanki, u yoqdan ham bu yoqdan ham soqqani moshni qiladi. Yana aylantirib bu kun bilan g'ijir qiladi. Men 7 ta urushni to'xtatdim deydi-yu Trump. U yaqinda chiqaman 8 ta urushni to'xtatdim deydi. Menga Nobel mukofoti berilaring deydi. Hurmatli o'rtoqlar, vaziyatni ko'ryapsizlar, dunyo borgan sari chigallashib boryapti. Tafakkur qilishni vaqti keldi. Biz nimalar qilyapmiz, nimalar bilan shug'ullanyapmiz, nimalarga targ'ib qilyapmiz, hammasini o'ylab ko'ring va o'zingiz ustingizda ishlang. Vatanimiz tinch bo'lsin o'rtoqlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.